Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon tumanida Zimnonosda Shuhrat akamiz uyida issiqlik tizimlarini o'rnatib beryapmiz. Ko'p turganlar bu xonadonning eski qismi bu tomonida sistemalar bo'lgan, boshqa kotl turibdi. Biz yangi tomoniga tizimlarni beryapmiz. Bu xonadonning umumiy yashash maydoni 160 kvadrat chiqyapti. Umumiy hisobda 9 ta jami materiallar qo'yilyapti. Hozir qanaqa ishlar olib borilayotganini ko'rsatamiz. Bu xonadonimizda bajarayotgan ishlarimiz ko'pchilikga qiziq bo'lgan savol. Bu xonadonda eski отопление sistemasi bo'lgan. Bu akamiz bizga murojaat qilganda kelib materiallarni ko'rdik. Akamizga haligi rasxodni ko'paytirmaslik maqsadida eski sistemalarni tekshirdik, utechkalari yo'q, materiallarni ichlarini bir qator tozaladik. Bu xonada mana eski uchugunli og'ir batareyalardan turibdi. Ko'rib turishingiz mumkin, mana 3 ta batareya. Bu yerga mana yangi sistema ulab, zamonaviy plastik tubalardan panelli batareyalardan o'rnatganmiz. Bu xonamizda 3 ta batareya, bu 62 metrlik panelli batareyamiz. Bu xonadonimizda mana eski sistemasiga moslashtirganmiz. Leningrad, ya'ni однотрубный sistema bir tomondan kelib qaytadi. Nasos orqali aylanadigan sistema. Bu xonamizda bitta mana shu koridorga katta yangi batareya o'rnatganmiz. Qolgan xonalarda barchasida eski o'zini batareyalarini qoldirganmiz. Oshxonasini ko'rsatamiz. Bu yerda montaj ishlari ketyapti. Yangi batareyalar o'rnatyapmiz. Bu xonadan keyingi o'rta zaldan keyingi xonamiz. Bu yerda ham mana uchugunli eski batareyasi montaj ishlari davom etyapti. Undan keyin oshxonasiga chiqamiz. Bu yerda yangi batareyalar qo'yilyapti. Oshxonani ko'rsatamiz. Keyingi xonamiz bu o'rta kichkina parovoshka koridorimiz. Bu ham oshxona. Oshxonada mana ikkita panelli batareya o'rnatilyapti. Koridorda bitta. Keyin koridorning ichkari sanuzelda 2 kvadrat joyda to'q-to'pol qilinadi. Bu xonadonimiz egalari mana Shuhrat aka bizni kotllarimizni internetdan ko'rib qiziqib showroomimizga keldi. Kvadratlarini, xonalarini o'lchab, hisob-kitob qilib, biz mana shu Optima 22 kotlni tavsiya berdik. Kotlimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, kotlimiz bu to'liq komplekt ko'rinishi bo'ladi. Bu moslama regulyator tagi deyiladi. Shiperi, datchik temperaturasi, instruksiya kitobi, bu yerda mana pechatlari bosilgan, ishlab chiqaruvchi tomonidan 4 yil kafolatga ega hamda qo'shimcha moslamalari. Kotlimiz o'tin, ko'mir, gaz, elektr har qanday yoqilg'i yonadigan kotl hisoblanadi. Asosan bu ko'mirga moslashgan. Bu kotlimiz ko'mirda 30 kilo, bitta zapravkasiga 30 kilo ko'mir bilan 10 soatdan 12 soatgacha yonuvchi hisoblanadi. Kotlimiz ichini ko'rsataylik. Kotlimiz kamerniy горение deyiladi. Bu yerdan mana o'tinni birinchi yoqib olib, o'tin bilan tutashtiriladi. Ustidan keyin ko'mirni zapravka qilib qo'yiladi. Mana shu regulyator tagi orqali havoda haroratni avtomatik nazorat qilinadi. Bu pastki eshigi, mana kuldoni kuli mana shu yerda qoladi. Kimga shunaqa xizmatlar, bunaqa kotllar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yetkazib berish xizmati bepul. Malakali ustalarimiz tomonidan o'rnatib berish xizmati ham bor. Bundan tashqari bizda muddatli to'lov ham mavjud.